To'la 718 tozalashini kecha tugatganman. Kecha mana tozalab yo'llarni hamma narsani hatto korobkalarni bo'y bilan razmer bilan qilib qanaqa holda yotuvdi. Tozalab qo'yganmiz. Endi bu yerda qilgan ishlarimizni tozalangandan keyin bir tasavvur qilsak bo'ladi. Xudo xolasa kamkostini. Xudo xolasa inshaalloh chiroyli chiqadi. Kuzatib boramiz akalar. 718-xonadon bo'lsa, keyingimiz 720. Hop, 720 ni ham Xudoga shukrki, o'tdi inshaalloh. Ishlarimiz darajada ko'p emas degan umiddamiz. Yana ishlar qo'shilmasa, Xudo xolasa tezroq Qurbon hayitigacha bitirishni niyat qilganmiz. Inshaalloh bitirib olishni Alloh nasib qilsin. Kuzatib boramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Expert Buildingga podpiska, like tashab qo'yinglar. Xudo xolasa qiziq ishlarimiz hali oldinda. Sog' bo'linglar.